Vlog mana bir kunim qanaqa o'tadi. Hammaga assalomu alaykum. Ko'pchilik kommentariyada kuningiz qanaqa o'tadi, video oling deb yozishibdi. Davaychi men sizlarga kunim qanaqa o'tishini ko'rsataman. Aytgancha sezgan bo'lsanglar, men o'zimni tirnoqlarimni olib tashladim. Ertalabdan meni voqli turg'izib, kettu tog'ga ketamiz deyishdi. O'shanga ertalab 7 da turib, biz tog'ga ketdik. Mana shu vidni qaranglar, qanaqa chiroyli ko'rib mazza qildim. Zeta 2 soatdan keyin soat 10:30-11 larda biz kurortni dam oladigan joyga keldik. Meni kunim полностью shodda o'tdi. Chestno, bu joy nomini men bilmayman. Bilsanglar kommentariyada обязательно yozib qoldiringlar. Men уже necha kundan beri normalniy dam olmoqchi edim, поэтому bugun meni kunim полностью damda bo'ldi. Aytgancha men buni qaranglar, qanaqa biz asal kuchuvchi ko'rib qoldik. Конечно, men shu tunni basseynni ko'rganimdan keyin обязательно cho'milishga tushdim. Aytgancha интересный fakt, men 20 yoshdaman, и hali ham cho'milishni bilmayman. Chestno, videoni montaj qilman, и сразу men shu joyga yana qaytgim kelyapti. Cho'milganimizdan keyin qornimiz ochdi. O'shanga где-то 1:30 larda biz ovqat zakaz qildik. Ovqat yeb bo'lib, yana bir marta basseynga tushib, men shu vidlarni qarab uxlashga ketdim. Chestno, kechqurun уже hech narsa qilmadik, yana ovqatlanib, ertalab уже mana shunaqa zavtrak yedik. Kстати, sezgan bo'lsanglar, tog'ni saryog'i baribir boshqacha bo'ladi. Ertalab ham ozgina cho'milib, hamma ish ishiga ketdi. Men uyga kelib chestno o'chib qoldim, ozgina uxlab, kechqurun o'rtoqlarim bilan ko'rishishga bordim. Biz italyanskiy pitsa yemoqchi edik, o'shanga biz Tarashevchenkoda Ironiyaga keldik. В целом, bugungi kunim ozgina zerikarli o'tdi, faqat ovqatlar ito. O'ylaymanki, video sizlarga yoqadi. Обязательно kommentariyada qanaqa formatlar yana olishimni yozinglar. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Keyingi videoda sizlar bilan ko'rishamiz.